Assalomu alaykum qadrli YouTube kuzatuvchilari. Sizlar bilan DNK ga oid masala tiplarini ko'rib o'tayotgan edik. Demak, navbatdagi masala tipini tushuntirib o'tamiz. Dastlab savolni o'qiydigan bo'lsak, DNK molekulasi tarkibida 600 ta nukleotid mavjud bo'lib, adenin 20% ni tashkil etadi. Ushbu DNK tarkibidagi vodorod bog'lar sonini aniqlang degan savol. Demak, ishlashni boshlaymiz. 34-savol. Birinchi qiladigan ishimiz, demak, DNK molekulasi tarkibidagi adenin, timin va guanin nukleotidlari faoliyatini topib olish kerak bo'ladi. Demak, birinchi yo'lda ketadigan bo'lsak, bizda jami 600 ta DNK nukleotidi mavjud hisoblanadi va shu 600 tadan, demak, adenin 20%, timin 20% ga to'g'ri kelyapti. Demak, adenin 20% ni tashkil qilyapti. Timin 20% ni tashkil qilyapti. Demak, keyingi nukleotidlar, guaninlar 30% tashkil qiladi. Sitozinlar ham, demak, 30% ni tashkil qiladi. Shundan foydalangan holatda, demak, adenin, timinni umumiy miqdorini va guanin, sitozinning umumiy miqdorini topib ajratib olamiz. Demak, birinchi keyingi qilinadigan ishimiz, demak, agar 600 tani hammasi adenin, timin nukleotidi bo'lganda 100% ga to'g'ri kelgan bo'lardi. Demak, bizda adenin, timin jami 40% ni tashkil qiladi. Qancha deb hisoblab topamiz. Topadigan bo'lsak, demak, bizda 240 ga to'g'ri keladi. Demak, adenin, timinlar soni 240 ta ekan. Shundan ajratib olamiz. Demak, 3-yo'l 600 ta nukleotiddan 240 tasi adenin bilan timinga tegishli bo'lyapti. Ayirib oladigan bo'lsak, demak, 360 tasi guanin hamda sitozinga mos keladi. Endi bular orasidagi vodorod bog'ini topamiz. Dastlab adenin, timin orasidagi vodorod bog'larni hisoblab chiqamiz. Demak, 4-usul. Adenin, timin orasida, demak, ikkita nukleotid orasida ikkita vodorod bog' mavjud bo'lsa, bizda 240 ta nukleotidda qancha topamiz? Va javob 240 ta vodorod bog' chiqadi. Keyin esa guanin, sitozin ikkita nukleotid orasida 3 ta vodorod bog' bo'lsa, 360 tasiga qancha topadigan bo'lsak, demak, 540 ta vodorod bog' mavjud bo'ladi. Endi ikkalasini qo'shib qo'yadigan bo'lsak, ya'ni 240 ga plus 540 ni qo'shadigan bo'lsak, teng, demak, bizda 780 ta vodorod bog' kelib chiqadi. Demak, bizning javobimiz D javobga mos keladi ekan. 780 ga mos keladi. Xo'p, keyingi masalamizga to'xtalib o'tadigan bo'lsak, demak, buni ajratib qo'yamiz. Xo'p, 35-masalaga to'xtalamiz. Oqsilda 500 ta amino kislotadan iborat, shu oqsilni kodlovchi gen joylashgan DNK fragmentida umumiy nukleotidlarning 30% guanin tashkil etadi. Shu DNK tarkibidagi sitozin va guanin orasidagi vodorod bog' sonini aniqlang degan savol kelgan. Hop, birinchi qilinadigan ishimiz, amino kislotadan foydalangan holatda DNK molekulasini topib olamiz. Demak, bizda bitta amino kislotamiz 3 ta RNK nukleotid yordamida kodlanadi. Demak, 500 tasi qancha deb topadigan bo'lsak, 1500 ta. Bu RNK nukleotidi hisoblanadi. Endi bizda masalada DNK fragmenti so'ralganligi uchun DNK ni topib olamiz. Demak, bu 3000 ta DNK nukleotidiga mos keladi. Xo'p, ikkinchi qilinadigan ishimiz, xo'p, guanin va sitozin nukleotidlar sonini topib olish bo'ladi. Demak, bizda guanin nukleotidi 30% ni tashkil qiladigan bo'lsa, uni komplementari sitozin ham 30% ni tashkil qiladi. Jami 60% nukleotidlar guanin, sitozin tashkil qiladi. Demak, keyingi yo'limiz, agar jami nukleotid 3000 ta bo'lib, bu umumiy nukleotidlar 100% ni tashkil qiladigan bo'lsa, demak, guanin, sitozinlar sonini topish uchun 60% da qancha deb hisoblaymiz. Va bizda kelib chiqadi 1800 ta nukleotid kelib chiqadi. Bu guanin, sitozin nukleotidlar soni hisoblanadi. Endi shundan foydalangan holatda biz vodorod bog'lar sonini hisoblaymiz. Demak, 4-usul. Ikkita guanin, sitozin o'rtasida 3 ta vodorod bog' mavjud bo'lsa, 1800 tasiga qancha topamiz? Va bizda
Javob 2700 ni kelib chiqadi. Demak, bizda D variantga to'g'ri keladi. Demak, masalamiz javobi 2700 ga mos keladi. Demak, hozircha bizda shu. Tushunmagan savollaringiz bo'lsa, bemalol kommentariyada so'rashingiz mumkin. Xayr, salomat bo'ling.